Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi Saud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidxon nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatildi. Mirza Babakri shu kechasi o'rdiq qaytib kelgandan keyin hech qaysi xotinning yoniga kirmay, xos hujrasida o'zi yetib qoldi. Butun teni qizib, beshchin qilib og'irib ketyotdi. Ko'ziga ashu Xumar xotun goh yalang'och, goh kiyim bilan ko'rinib, uning oromini buzatdi. Qaysi tarafga qarasa ashu Xumar xotun, u ko'zlarini ching yumib yetib oldi. Xumar xotun endi xiyolida paydo bo'ldi. U xanjar ko'tarib kelmoqda edi. Mirza Babakri chaqqonlik bilan Xumar xotunning belgidan tutib olib qayradi. Xanjar yerga tushdi. Xumar xotunning qoniga changol selib butun kuchi bilan bo'g'di. Mirza Babakri ching yumilib kirishib ketgan qo'llarini mayitisiga qo'ydi. Ras, u Makkar xotunni shundoq o'ldirdi. Salbiy xutlik qilgan bo'lsam, u meni o'ldirib yetadi, kasofat deb o'ylab ko'zlarini ochdi. 40 yildan beri ko'p jonlarni beshidan kechirgan, necha minglagan odamni qirg'in qilgan bo'lsa, hech vaqtda bu kechidagidek vahimada qolmagan edi. Uning ko'zlariga ikki dedek ayol ko'rindi. Ularni dalon uyga chaqirib kirib o'ldirgan edi. Qon xumar tutgan Mirza Babakri uy ichidagi qiyochani anglab yugurib kirgan Mabika sohibning qo'rsiqiga qilich tiqib edi. Uning yiqilishiga o'ldirib kirib qolgan bu Aysxonni tutib olib bo'g'izib atgan edi. Mirza Babakri yana vahim bosgan ko'zlarini yumib oldi. Xiyolidan Xumar xotun boshqadan paydo bo'ldi. Sening yolg'iz talatingni bir ko'rib baqay deb uyimdan chiqqan edim. Mani ko'rdim. Sen mi odamga o'xshaydi ekansan? Balki qovul ablaq ekansan deb atdi. Mirza Babakri qarataga cho'milib tong otqichi zodi xuliy olmadi. Bomdod namoziga azon chiqqanda turmoqchi bo'lib tura olmadi. 3 kungacha qizitimiz o'rlab, jo'ylib, xonish to'qonlarni, vaziri vuzralarni oromida qo'ymadi. 4-kuni qizitimiz paslab o'rindan turdida tamoqqim qarmay o'rdiga chiqdi. Vaziri Amir beylarining boshlari tushib ketgan edi. Sultonni ko'rib, yerga pukilib ta'zim qilishdi. Xudo sultonimizni omon qilg'oy. Mirza Babakri javob salomni qilmay so'radi. Qashqar yanfardan nima xabar bor? U bosh vaziri Abaydulla Quddus Do'g'lat bilan Amir lashkari Abdulla Burunduq Do'g'latga chekchaydi. Har ikkisi ig'iz ocholmay bosh silib turaverdi. Ganda kishlib oldinglarmi? Talanglarni tek kesib tashlaganim yo'q-ku. Siz so'zdan Amir lashkar, qanday xabarlar bor? Abdulla Burunduq Do'g'lat tili kalvalashib gap qilolmay qoldi. Sen o'limchikni qandaqmi Amir lashkar degili bo'lsin? Bosh vazir, siz so'zdan. Abaydulla Quddus Do'g'lat tizlandi. Shohi jahon, bir qushqinimdan kechkaylar. Kechdim, so'zla. Saidxonning lashkarlari Qashqar hujum qilishni to'xtatib, Yangsarga kelib qal'ani qo'rshibyapti. Oliylar yordamga avatgan askarlarimizni Qirg'iz Muhammadbek barliq odamlar bilan Saidxon qo'shilgandan keyin Sardor Alibek 500 odam bilan Saidxon tarafga o'tib, bizning mahbisimizni oshkorlab qo'yg'ashqa, ular yopchanda yushirinib turib, Qashqarga yordamga avatgan askarlarimizga to'sib zarb berib, ularni ko'p talafot kuchirtibdi. Shahzoda Yusuf Mirzo ozg'in askar bilan Qashqarga qochib beryapti. Yangsar amri Iminbek Mirzo bu ahvolni xabar qilib, Saidxon odamlari qal'ayimiz sepil ostida lahmi qilishga boshladi. Darhol yordamga kelinglar deb orqa-orqadan 3 oyg'oqcha avatgan ekan. O'zlariga qarab qoldi o'xshayim. Nimishqi to'rigan xabar bermadi? Achchiqlanib so'radi Mirzo Babakri. Uning qo'shimiz mushtundek to'ltib chiqqan edi. Qizib yotgan ekanlar shohim, aytishga jur'at qila olmadim. Jur'ati yo'q naqaslar, gapimni anglab turish. Hozirdan boshlab bir hafta ichida yorgan diyordan 60 ming askar to'playsan. Kimiki bu yorqin qarshilik ko'rsatgan, shu joyda chip tashlansin. Kelar hafta dushanba safrasi bo'lgan 60 ming askarni maydonda ko'rmasam, hammangning ish boshlarini qilishni o'tkazman. Farmonlarni ado qilamiz shohim, dedi bosh vazir tizlanib. Abdulla Burunduq Do'g'lat, xo'p shohim. Tilingni chiqar. Sening tiling bormi yo'q bir ko'rib boqay. Gunohimdan o'stila shohim, chiqar deyman. Bo'lmasa 5 tiningdan yo'tkilib ketadi. Lag'ildab titirgan Abdulla Burunduq Do'g'lat tilini ostan chiqardi.
Mirza Babakir tayyorlab qo'ygan xanjiri bilan sharpa qilib, uning tilining uchini kalpuki bilan qo'shib kesib boshladi. Saidxonning qo'liga tushgan 5000 askarimning xuni bu jiraksiz amir lashkarining bo'ynida. Jallod, elib chiqib turkum uydolar. Yüzüge niqab tartılgan qizil kiyimlik ikki jallod amir lashkarni ishni so'rgandek so'rab elib chiqib ketdi. Ordu yo'lida qip-qizil qandan arg'amchidek uzun siziq hosil bo'lib qoldi. Dal daraxtlar asta ig'inishib turardi. Havo bulutliq bo'lib, kun yuzini ko'rgili bo'lmaydi. O'ng so'l qanotga bo'lingan Saidxon askarlari Yengsar qal'asini ikki tarafdan qo'rishib oldi. O'ng qanotdagi askarlarga Mirza Haydar, so'l qanotdagi askarlarga Said Muhammad Mirza amir lashkari bo'lgan edi. Qanot Bey, Alibek boshchiligidagi 400 navkar sepil ustidagi dushman askarlariga o'q yog'dirib turgan marganlarning himoyasida kecha-kunduz lahmi qo'llayotdi. Saidxon qal'a ichiga o'q otquchi qism bilan qilishfaz nayzavozlarga o'zi bevosita qo'mondonlik qilib o'q yog'dirib, Eminbek Mirzaning sepil ustida cho'milidek yamrab yurgan askarlarini bosh ko'targizmay qo'ygan edi. O'q tekkanlar sepil ustidan pat-pat g'olab tushib turardi. Lahma 17 kunda qezilib bir-biriga tutashtirildi. Güngürt ahak aralashtirilgan yerlik usul yasalgan qap-qap portlatgich dorilar lahmlarga to'shilib o'rinlashtirildi. Saidxonning buyruq bilan har tarafdan sepil ustiga va qal'a darvozalariga yomg'irdak etilayotgan o'q birdan to'xtadi. Eminbek Mirza Saidxon Yengsar qal'asini bunda hujum bilan ololmaydiganligini berib yetgan bo'lsa kerak, shuningga chekinmoqchi bo'layotgan o'xshaydi deb ko'ranglagan holda var qaradi. Yengsar qal'asini 1000 yil qo'rshab tursanglarmi ololmaysizlar. Jeninglar, tininglarda barchanglarda yo'linglar bilan qaytib ketinglar. Bo'lmasa sultonimiz ustunlarga bostirib kelib, ona-onalarni ko'zinglarga ko'rsatib etadi. Saidxon uning oltin o'qqa qadalgan kamchat tumqini qarg'ayib, sadaqdan o'q uzdi. Eminbek Mirza kayniga o'rilib, o'z askarlariga so'z qilmoqchi bo'lib turganida kelib gadiniga tekkan o'q kekirdigidan chiqdi va dum tushib shu yerda o'ldi. Uning askarlari alaqsar bo'lib ketishdi. Hech qaysi bosh ko'tarolmay qoldi. Amir Kabir lahmlar tutashtirilib, portlatgich dorilar o'rinlashtirib bo'lindi, deb ma'lum qildi Alibek. Saidxon buyruq berdi. Qanotbekka aytdim, taltiga o't yaqib, hammanglar lahmida tez yenib chiqsin. Xo'p, olinglar. Uzun o'tmay taltiga o't yaqib bo'lgan Qanotbek odamlari bir-birlab lahmidan yenib chiqdi. Portlatgich dorining gumburlab partlagan zarbasidan qal'aning egiz sepili silkinib ajrashga boshladi. Mustahkam hisoblangan Yengsar qal'asining sepili gumurlib, shimoliy tarafidan cho'ng bir yo'chiq echildi. Yüzlagan jang sho'talarining biri qo'lisa o'rniga yana bir dast sepilga chiqolmaydigan Mirza Haydar, Said Muhammad Mirza qo'shinlari oshu yo'chiq orqali Yengsar qal'asiga besib kirdi. Geralashma jang boshlandi. Hamma yonni qilichlarning jarang-jurang ovozi besib ketdi. Qal'a ichi qonga bo'yaldi. Oxiri turkum-turkumlab al bo'lgan dushman askarlari qilich nayzalarini tashladi. Saidxon Eminbek Mirzaning ordusiga kirib, taxt ustiga chiqdi. Ali Begning odamlari Jan Hasan, Aqti Mirvali, Shahton Muhammadbek boshliq 10 necha Amir Begning boshlarini kesib kirib, Saidxonning oldiga qo'ydi. Anglavatqanlar bir qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. At tuyoqlaridan piyoda navkarlar oyoqlaridan ko'tarilgan chang to'pa 60 mingdan o'shiq lashkarning bosh ko'zlarini ko'rgisiz qilib atgan edi. Bu chaqcha yaqsiga kir qo'ndirmay kelgan Sulton Mirza Abubakirni to'nuqsiz holga keltirib qo'ygan edi. Yangi ilingan piyoda askarlar ichidagi yesh cho'ngroqlar mang'almay, birdan ikkidan ayrilib qolishga boshladi. Himmatning segi deb ataladigan ko'z yetkisiz cho'l bayavondan o'tkichi oraliqdan mang'almay qolganlar 100 dan ortiq kishi chepib tashlandi. Bu paja bu chaqcha jangga tushib baxmagan hunarvan tijoratchi dehqonlardan majburiy tutib kelingan askarlarni qo'rqitib vahimaga selib qo'ydi. Ular top-top bo'lishib ketishga yuzlandi. Mirza Babakir Amirbek sardorlarni harakatlantirib, ularni to'sib qololmadi. Kimga qochadiga tutib olgan yerda chepib tashlanglar, deb yorliq tushirdi. Yengsarga bir kun burun avatilgan ayg'oqchilar saydan amdiri chiqib, bo'stonliqda dam elayotgan Mirza Babakirga xabar yetkazdi. Saidxon Yengsar qal'asini elib, Shahton Muhammadbek boshliq Amirbeklarning boshlarini kesib sazoy qilibdi. Eminbek Mirza sadaq bilan etib o'ldirilibdi. Uning barliq askarlari al bo'pti,
Bu shum xabardan besh qaygan Mirza Abubakri zo'ran turmay etini kayniga buradi. U soni ko'p, saposi yo'q, yangi ilingan askarlar bilan jangga kirib, nusrat qozonolmaydiganligini tushungan edi. Shu mang'inicha Yarkent qaytib kelib, cho'ng o'g'li Jahongir Mirzani o'z o'rniga taxtga o'tirg'izdi. Sen mening bahodir o'g'limsan. Yarkent qal'asini Saidxonga zinhor topqizib qo'yma. Men qiribdiman. Kallamni ishlamas bo'lib qopti. Podshohlik qila olmagadakman. Bu yerdan ketishni muvofiq topdim. Ishonchimni yerda qo'ymag'aysan. Dedi Mirza Abubakri o'g'liga tosh kuydirib. Uning ko'zlari yoshlangan edi. Bütün turqiy atsı qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan Jahongir Mirza lamjim demay turgan dabi dunyoni elib yo'lga chiqqan atsini uzatib qo'ydi. U bo'shang rohatparaz shahzoda edi. Shunga oqibatini ancha o'ylab ketmay sulton bo'lganlikka xushallanib terisiga sig'may qoldi. Halbuki u taxtda 5 kunda o'tiradi. Mirza Haydarning lashkari boshlab Yarkentga yaqinlab kelganligini ayg'oqchilardan eshitgan Jahongir Mirza, "Men bilan ketishni xohlaydiganlar nimani xohlas shuni elib mansu" deb farmon tushirdi. Sardori dagi navkarlari Yarkent shahrini bulang-talang qilib, ondan Jahongir Mirza bilan qochdi. Amir Mirza Haydari ko'ragan Saidxonning bir qism askarlarini boshlab Yarkent shahriga kirganda aholi ularni yig'izlari bilan kutib oldi. Uy-uydan usuzluq non elib chiqib, o'zlarini zolimning zulmidan qutuldirgan askarlarga tutdi. Bu chaqda Qashqar shahridagi hunarvand kasb, savdogarlar qatorliq shahar aholisi qo'zg'olon ko'tarib, Mirza Abubakirning bu yerdagi Amir Bey sardorlari bilan jon tikib erishib o'tdi. Azg'in navkar bilan Qashqarga orom qechib kelib olgan Yusuf Mirza sulton otasining yeni turavermagani uchun hasrat chekdi. Pakara vijib bu odamning ochiqi shunday yomon ediki, doim qozonda etildirgan oqbaldaqdek chechilib turardi. U Yarkentdan Qashqarga menish oldida aksi Jahongir Mirzaning o'g'sini qaynatib, "Shahata, menga 5000 askar bersizlar. Saidxonni Qashqar shahriga oyoq bostirmay, kirpeti bog'lab kelay" deb po'atgan edi. Ammo Yingsardan o'tib, Yapchonga kelganda Saidxon qo'shiniga uchrab, lashkardan ayrilib qolgan edi. Qashqar amiri Mirza Abdullah Barlas Yusuf Mirzaning 5000 askari bilan emas, 100 ga yetmagan qochoqlar bilan kelganligini ko'rib, o'zidan omadning yuz o'rganligini bilgan edi. U Yusuf Mirza bilan kengashib, barliq yasovul navkarlarga qo'zg'olonni darhol besib turish to'g'risida farmon tushirdi. Qo'zg'olon butun shaharga yomiradi. Mirza Abdullah Barlasning sardor navkarlari yosh qari demay oldiga uchirganligi fuqaroni qatl-am qilishga boshladi. Mana shu chaqdan Saidxon qo'shinlari Qashqar shahrini 4 tarafdan qurshab oldi. Said Muhammad Mirza sharq tarafdagi darvozaga hujum qilgan bo'lib, dushman diqqatini mush yerga markazlashtirdi. Uning qo'shinlari kechsiz yo'shirinib berib, qattiq zarba bilan g'arbiy darvozani pochaqlab tashlab, shaharga besib kirdi. Shuning bilan qarshilik ko'rsatayotgan qo'zg'olonchilar jallanib, Mirza Abdullah Barlasning navkarlarini tamtirtib qo'ydi. Kechacha jang to'xtamadi. Tong saharda Said Muhammad Mirza qo'shinlari sharq darvozani ochib, Saidxonni shaharga boshlab kirdi. U bu qadim shaharning to'pisini yuzlariga surtib, takbir aytib, o'rtaga kirdi. Mirza Abdullah Barlas bilan Yusuf Mirza o'zlarini daldiga olgan edi. Lashkarlar shuncha aqtiribmi, ularni topolmadi. Anjomning Domboq degan yerida bo'lgan jangda Saidxonga al bo'lgan Mirza Abubakir askarlari Said Muhammad Mirza qo'shini qo'shib yetilgan edi. Ulardan Mirza Abdullah Barlas qo'shinida Akufka urug' tuqqan qarindoshlari barlar o'z qarindoshlariga xitob qilib, Mirza Abdullah Barlas askarlaridan urg'un odamni orqa-orqadan al bo'lg'izdi. Saidxon jangni to'xtatishga buyruq berib, xonlik madrasada bomdod namozini o'tadi. Duodan keyin bugundan boshlab kasb, hunarvand tijoratchilardan hech qanday siliq ilinmaydi. Kuchuklarning ojizlarni bo'shlar qilishi man yiqilindi. Hamma ozod deb jakarladi. Azmi masjid tashqida nahir sunay chelinib, ko'pchilik samoga tushdi. Saidxon tashtoq ustiga chiqib samo ko'rdi. Sulton Mirza Abubakirning zulmidan ozod bo'lgan xalqni o'z xushalligini samo o'ynab tantana qilmoqda edi. Sanli o'rg'in oq soqolliq bo'vaylar, do'ppiq yigitlar, oq bo'k kiygan o'smir bolalar, shuningdek mol-haylarni qirlab kiygan askarlarning hammasi samoga tushib ketishgan edi. Gah o'ngga, gah so'lga aylanib, gah oldiga, gah kayniga dastlab, siliq harakat bir xil ritm bilan o'ynab, minglagan tomoshabinni o'zlariga mahliyo qilib olgan edi.
Non samsi bilan to'lgan tavangni beshiga olgan ovqatchilar kishilar to'pini aylanib yuratdi. Qo'g'in tavus ko'targan baqqallar, shapdol o'zim qachilangan sevatni qo'ltiqqa olgan dehqonlarning xaridorlarga narsalarni sotmoqda edi. Saidxon xalq to'piga nazar selib samo ko'rayotganda Said Muhammad Mirza uning yoniga chiqdi. Shahzoda, tuvanga tushgan bo'lsalar, buningmi qiziq o'yinni ko'rgan bo'lardilar, dedi u. Har qanday o'yin samo usuldagidek nafis, jalbkor bo'lmas, og'a, dedi Saidxon. U bu vaqtga qadar o'zini sulton, podshoh, xon deb atashni man'iy qilib kelgan edi. Xon yoki podshoh bo'lish orzuyim bo'lsa-mu, Alloh menga uni nisb qilamdi yo'q, bu noma'lum. Shahzoda Amir Kabir yoki Saidxon deb atashqa bo'ladi. Taxtda o'ltirmay turib, buyuk nomlar bilan atalishi muvofiq emas deb necha qatim eslatgan edi. U o'zidan cho'nglarni aka, og'a, kichiklarni uka deb ataydi. Uning bunday kamtarligi askarlar ichidami, avam orasidami hurmat obro'yini o'stirgan edi. Shundoq shahzoda, samo usuli avomning qayg'u hasratini unutildirib, xushallikni namoyon qiladigan ajoyib usul. Mening o'zlarini pastga tushishga dalolat qilishim yana boshqacha bir qiziq o'yinni ko'rsatish uchundir, dedi Said Muhammad Mirza. Saidxon Said Muhammad Mirza bilan peshtaxtdan tushib, jami ichidagi xoliroq bo'lgan ko'l bo'yiga bordi. Bu yerda qora paranji tortgan 3 ayol turardi. Bu nomussiz xotinlarni Alibek tutibapti. Ularning go'zal chiroyini ko'rib baqsalar Amir Kabir, dedi Said Muhammad Mirza. U Alibekka ishorat qilib edi, 3 ayolning paranjisi erib etildi. Saidxon bularning soqol burutli xotinlar ekanligini ko'rib, o'zini tutib olmay kulib ketdi. Bu o'g'onchi bo'y soqolliq malika Mirza Babakirning kanji o'g'li Yusuf Mirza ekan, deb tunishtirdi qiziqchilik bilan Said Muhammad Mirza. Qashqardagi chig'ida xatni to'y bo'lgan edi. Cho'ng bo'lib bundaq soqolli qiz bo'lib qolganligini o'ylamagan ekanman. Bu ikkisidan mau egiz bo'yliq zilva kelgini Qashqar amri Mirza Abdullah Barlas, mau yo'g'on qo'rsoq bo'lsa Qashqar jamoasining xotibi Maqsud Buxoriy damollamishgan. Hozir o'zgirib hurmatlik malikaning chas soqollarini yasab, kiyimlarini kiygizib qo'ydigan kenizakka aylanib qolganiga zadir ishongim kelmayotdi. Bu 3 kishi Saidxon oldida tizlandi. Bir qo'shqanimizdan kechgaylar shoh oliylar, dedi damolli yilnib. Hayot qolganimda o'lganim yaxshi. Yusuf Mirza o'rnidan turib ketdi. Otam lashkar tortib kelib, sen omon qo'ymaydi. Alibek, bularni sizga topshiraman. Mirza Babakir tutib kelingicha zindonda yetib tursin, dedi Saidxon Yusuf Mirzaning bo'yin tavliq qilganini pisantiga olmay. Xo'p, oliylar. Alibek yasovlarga buyruq berib, ularni elib ketdi. Saidxon Said Muhammad Mirza bilan tush vaqtida o'rdaga keldi. Bu o'rda sonsiz Mirzadan enisi Muhammad Haydar Mirza qolgan bo'lib, nihoyat hashamatli edi. Said Muhammad Mirza marhum bovisi ruhiga beg'ishlab Fatiha o'qidi. Saidxon duodan keyin uni bo'sh qolgan taxtga chiqardi. Men atsar yarkan tushib ketaman, og'a. Siz olam xalqning turmushi iziga tushishga Qashqarda qilib turg'aysiz. Qanotbek og'amo yeningizda qolsin. Xo'p, Amir Kabir. Saidxon o'rda sarayda tushlik tamoq yeb, bola chaqalari turayotgan Sog'on to'qaydagi baqqa chiqib ketdi. Mirza Babakir Xotanga berib shu yerda turib qolmoqchi bo'ldi. Ammo Xotanda bir oyni tura olmadi. Saidxon avatgan qo'shin uni isqoqlab kelgan edi. U jang qilishga petin olmay, tog' yo'llari orqali Tibetga qarab qochdi. Qarang'u tog'ga borganda 9 hijrga ortib mangan oltin kumush mollarini elib mangolmay, qo'yib ketishga chidamay o't qo'yib ko'ydirib etdi. Qo'g'lab borg'uchilar kul devillarini aqtirib, nurg'un oltin kumush tillalarni yig'ib oldi. Mirza Babakir shu qochqanicha tarix egizpas havoz chalang tog' yo'llarida xatarlik davon hanglardan o'tib, so'g'uq tushganda Tibetga yetib boradi. Bu yerda uningga xo'rlik bo'lmadi. Ming'an xalqni sargardon qilib atgan bu sulton o'z beshiga mundaq qarkullarning kelishini ilgari zodila o'ylab boqmagan edi. Tangut podshohligining navkarlari to'rt tarafdan qo'rshab, Mirza Babakirning farmoniga bo'ysunmaganligini, panohlikni bermaydiganligini bildirdi. Barliq ozuq-tulikni tartib oldi. Xudo 40 necha yil podshohlik qilib nimaga erishdim? Men odil podshoh bo'lolmadimmi? Nima uchun elning buncha qattiq g'azab nafratiga qolaman? Bu zot nima uchun?
Mirza Babakri tamlari tosh bilan qo'pirilgan nihoyat cho'ng bir qo'rig'i nazarband qilib qo'yilgandan keyin o'ziga shu savolni qo'yib yig'lab ketdi. Mushi ig'ilga o'xshaydigan qo'roda qishni o'tkazdi. U buningdan 10 yil ilgari orqa-orqadan 2 qatim lashkar avatib Tangut elini besib olgan edi. Tangutlar ilgari aybitimni ko'rgan, bu navbatim mang'in qilmay bo'ysunudi deb kelgan edi. Ammo o'z elini jinidan aziz ko'rdigan Tangutlar uningga bo'y bermadi. Bizga qul bo'lg'at, buningga ma'qul bo'lmasang, ket. Xalqim zolimdan bezor. Dedi uni o'rdisiga chaqirgan lama. Mirza Babakri zuvan sürelmey arkasıga yenip taş qo'rug'iga keldi. Hindistonga ketelmaydigan bo'ldim. Hech qutulishimni Alloh xohlamadi. Bu yerda qul bo'lgandan ko'ra o'z yurtimda o'lgunim afzal degan o'yga kelib qaytmoqchi bo'ldi. Kashkirgacha o'ylanib, zavol vaqtida kashki shafaq nuri g'ilpal aks etib turgan chaqda tashqi taynib o'rindan turdi. O'riqlab qolg'achqa uning bo'yi zirapidek uzrab ketgan edi. Qarindoshlarım, tuqqanlarım, yap elde bizga yaxshi kun yo'q ekan. Men yurtimga qaytish qaroriga keldim. Meni u yerda o'lim kutib turmoqda. O'ldirsam meni otib o'g'limning oyog'iga dafn qilinglar. Sultanim, dedi uning peshiga esilgan ativarli xotini o'rli qapigim. Hergiz qaytmasala, Saidxon sizlarni tirik qo'ymaydi. Ota, qaytmasala. 21 yoshlarga kirgan Turu Angiz bilan 19 yoshlarga kirgan Bo'stongeri yomg'irdak to'kilib turgan otisiga ish chaqirtib tangni tizlandi. Bizga bu yerda qolmoqdan boshqa chora yo'q. Keyin Badaxshon, Hindiston taraflariga ketamiz. Yo'q, bo'lmaydi. U yerda Bobur Mirzo bor. Men uning cho'ng'anisi, hammasini o'ldirgan. Sizlar bu yerda qolib turinglar. Men Xudo buyursa, pat orada yo'lga chiqaman. U qor erib, yer jahon ko'karishga boshlagan atiyaz kunlarining bir saharida yurtga qarab yo'lga chiqdi. Anglavatqaninglar Beli Qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Mirza Babakri oyg'oqcha vatibdi. Dedi bargoh oliga kirib kelgan Alibek o't chilib o'tirgan Saidxonga salom berib. Shahzodaning quyuq qora qoshlari sal turilib, chehrida hayronlik aks etdi. Boshlab keling, xo'p, olilari. Alibek chiqib ketib, 3 kishini boshlab keldi. Ularning chas soqollari o'sib, chigishib ketgan edi. O'ri tumoqni cho'ktirib kiyganlik uchun chang to'pi bosgan ko'zlarini oralli ko'rgili bo'ladi. Bir qo'shqinimizning kashkaylar shoh olilari. Dedi ular tizlanib. Sizlarni Sultan Mirza Babakri avatdimi? So'radi Saidxon ularga takshi sapsilib. Shundoq. Javob berdi bo'yliqroq kelgan ayg'oqchi. Nima uchun avatdi? Sultan bir kuni kechda uchimizni chaqirib, sizlar Saidxon yeniq berib, meni kelayotganligimni xabar qilinglar. Men orqanglardan yetib boraman dedi va har birimizga bir xumirdan oltin berdi. Tog'da vallahi ish gap yurib, oxiri huzurlarga yetib keldi. O bu yerga kelib, nima ish qilmoqchi ekan? Oliverdan gunohin tilmoqchi o'xshaydi. Bularni obdan taomlantirib, qal'achiga o'rlashtirib qo'ying. Tirikchilik qilsin. Xo'p, Amir Kabir. Alibek ularni elib chiqib ketdi. Saidxon Mirza Haydar bilan maslahatlashib, Alibekni Mirza Babakrni elib kelish uchun avatmoqchi bo'lib uni chaqirdi. O xuntarni saq elib kelgaysiz, bey. Uningda elning qon qarzi ko'p. Uni el jamoat oldida shariat bo'yicha jazoga tortmaymiz. Xudo buyursa olilari. Alibek bargohi oliydan chiqib, 4 inisi va 100dak navkarni elib yurib ketdi. U Mirza Babakri qashqanda qorong'u taqqa qo'g'lab berib qaytgan edi. Bu qitim yana shu yo'l bilan mangdi. Yana shu qorong'u tog' bag'rida uning bilan uchrashdi. Mirza Babakri texi tunugun kechda bu yerga yetib kelib, chedir tikib orom elib yotgan edi. Mirza Babakrining bir qancha qo'riqchisi Alibekni uning oldiga boshlab keldi. Noit salobatlik kelgan bu podshoh juda mushchib qolgan edi. Saidxonning oldidan keldinglarmi? Taqdir qismatdan qochib qutulg'ili bo'lmadi. Men mana Yorkentga o'zim qaytib ketayotgan edim. Bugun shanba ekan. Shanba podshohlar shikor qiladigan kun. Men shikorga chiqdim emas. Shikorchiga o'lji bo'ldim. Qani, mangayli.
Daim zaval vaqtida ko'kirib turadigan bu badbaxt joydan tezroq ketaylik, dedi u g'amkin holda. Qahri g'azabini ta'sirli besib turgan Ali Bey o'zining kimligini hozirgacha bildirib qo'ymaslik uchun ortiqcha gap qilmadi. U dovulg'a savut kiyib, yuzini simtur bilan niqoblab olganlik uchun bu qovul sardorni bir yerda ko'rganda qilsimi, to'niyolmagan Mirzo Babakir o'tinish tahongda dedi. Sardor, peshin namozni o'tib elib mangan bo'lsak, mayli, deginingizcha bo'lsin. Ali Bey'e özleri elip kelgen yemeklikten bir munca non, yal yemişini Mirzo Babakirning odamlarga tarqitib berdi. Qozonga göz selip hem kavab pişirip, qo'rsaqlarini obdan g'amlab olgandan keyin peshin namozini o'tashdi. Öz bag'riga quyosh nurini tushirmaydigan bu egiz taqqapladan qo'zg'alish oldida Ali Bey'e chilan to'riq etini yetilab mangdi. Etingiz berib qapti. Mana bu tulparga meni bela. dedi u chedir oldidan yiroq ko'z tikib turgan Mirzo Babakirga. Mirzo Babakir chopchib turgan otning tizginini tortib, undimasdan o'zangiga putun qo'yib mindi. Meni inim Said Muhammad Mirzo qishiga elib beringlar. Har nima qilsa shu qilsin. Mirzo Babakir yana bir nim demoqchi bo'ldi-yu, qo'lini silkib otning tizginini qo'yib atdi. Xotirjam bo'ling sulton. Ali Bey öz adamlar bilan Mirzo Babakir va uning agashkuchilarini orqa elib yurib ketdi. Janubdan shimolga so'zilgan tog' tizimlari har yoq put sunib uxlayotgan ajdahoga o'xshaydi. Ali Bey mushtag'ning bag'ridagi yig'am bag'ri yo'lida Mirzo Babakirni elib ketib-atdi. Tugining lo'kisdak bo'rtib chiqqan cho'qlardan, at uchisida qumliq qirlardan, pichoq bisida tiqiyalardan o'tib, 3-kuni bir och yo'lga keldi. Dört atrof cheksiz ketgan soy bo'lib, devi-devi qumbarxonlari har yandan ko'zga tashlanib turardi. Ali Bey hamrohlarini to'xtashga buyurdi. "Mo'shar to'xtab aram elib olayli", dedilar, otdan tushdi. Mirzo Babakir uningga toza bir qarab etib, xolamagan holda otdan tushdi. Ularning qo'llaridagi otning tizginlarini yasovulla oldi. Kun petishga nayzi uy qolgan edi. Bahar shamli qumbarxonlarining ustini siypab o'tadi. Ali Bey'e inillarni yeniga chaqirdi. Qilish, o'q-ya nayz bilan qurollangan bu to'rt yigit Mirzo Babakirga g'azab bilan ko'z tikib turishdi. "Mana", dedi Ali Bey, gugum sayis tushib qaraygan qumbarxonlarga beqib, o'yg'ib patgan Mirzo Babakirni ko'rsatdi. "Rahmatlik otimiz To'mirbagni sepil ostiga bostirib atgan. Rahmatlik onamizni bo'g'ib o'ltirgan. Yüzlab, minglab begunoh kishilarning qonlarini to'kkan zolim Mirzo Babakir oldimizda turibdi." To'rt yigit tangli qilishlarini g'alabdan sug'urdi. "To'xtanglar inanlarim", dedi Ali Bey. Ondan Mirzo Babakirga mixtaq qadilib turib, yuzidagi niqobni ilib atdi. "Sen meni tanidingmi?" "Tanidim. Xumar xotunning cho'ng o'g'lisan", dedi mansmagandek tarzda. "Biz seni nima qilsak bo'la? O'zing aytib baq", ochiq bilan varqiradi Ali Bey. "Saidxon meni yo'lda ujuqtirib etinglar deganmidi?" so'radi Mirzo Babakir uning savoliga javob bermay. "Men endi sen yolg'on so'zlamayman, qonxo'r. Amir kabirimiz seni tirik elib berishimizda topilgan. Undaq bo'lsa nemishqa o'ltirish qasdida bo'lasan? Biz qisos olmoqchi. Sendan qisos olmasak, u dunyoda ota-onamizga yuz kelolmaymiz", dedi Ali Bey qat'iy turdi. "Meni so'roqqa tortishga sen munosib kelmaysan. Saidxondan boshqa har qanday kishining so'roqiga javob bermayman. Qandoq o'ltirgin kelsa, shundoq o'ltir." Ali Bey'e uni yugurib o'tirishga buyurdi. "Sening oldingda qandoqmi tizinaman? Tek sarang bo'lib aqlimdan adashganim yo'q. Jahon chog'larini cho'chitgan sulton ekanligim esingdan chiqdimi, ahmoq?" Mirzo Babakir miqida kulimsirab qo'ydi. "Tutundan tortib 5-nji chamsaqmi dardimiz chiqmaydi. Sen rahim qilib, bir qilish urush bilan kallani uzib berib ketayli da'vatimiz." Ali Bey qilishni egiz ko'tardi. "To'xta", dedi Mirzo Babakir. "Men tahorat elib, 2 rakat namoz o'tib olay." Ali Bey inillar qaradi. Inillar ön chiqmay turib oldi. U atqa ortig'liq to'limdagi suvdan mis cho'ginga to'shtirib qo'yib, Mirzo Babakirga berdi. Mirzo Babakir bir yandagi egiz o'sgan yulg'un shaxlarining daldisi tahorat oldi. Ondan
Şamal urup yerim çember hasıl bulup kalgan kumsal yerge berip kıbla qarab namaz okudu. Secdege uzak baş koyup günahını tiledi. O namazını okup bulup Ali beylerinin qeşiğe kelip bir otlam su içti. Andın közünü yumup badaxşan kurup o'ltiradi. Onun çırayı tatırıp ketken edi. Birinin demekçi bolgandek lavlari to'xtamay midirlaydi. Qilishni allaqachon tayyorlab turgan Ali bey shap chiqarmasdan uning orqasiga o'tib bo'yniga g'azab bilan qilich uradi. Ali bey ininlar bilan yemeklik, lozimlik narsalar qachilangan harvalarning cho'ngraqini bo'shatdi. Uning ustiga yo'chiq qoldirmay oq xomni takshi yepib, quruq qumdan harvag'liq qusdi. Mirzo Babakrning jasadini yalang'ochlab, beshi bilan qo'shib harvaga usulgan qumga yotqizdi. Ustiga yana qum tashladi. Oxirida yana nam qumni tashlab, go'yo harvaga bir qum qabri qotirdi. Harvining kaynidan chiqib qolgan puturig'imiz zambil tengib, shu yo'sinda qum bilan cho'nkab, kechini-kechi demasdan elib mandi. Atsatganda bu harvining tepsiga bir soyvan o'rnatdi. Ali beyga inillar bilan harvining yenidan neri bo'lmay, pat-pat ot yengushlab, yurishni bargan sira chapsallatdi. Shunday qilib kashfishin bo'lganda Ali beglar Saidxon bargohiga yetib keldi. Shahzoda ularni bargoh oldida kutib oldi. Mirzo Babakrni elib keldinglarmi? Elib keldim, dedi Ali beg bo'sh ovoz bilan. Qani o? Mana. Ali beyga harvidagi qum bilan ko'milgan jasadni ko'rsatdi. Neymiş ona tirik elib kelmedinglar? Ali bey tizilib javob berdi. Unudan qisas olaman deb qasam qilgan edim. Uni siz o'ltirdingizmi yoki buyurib o'ltirgizdingizmi? Ochiqlanib so'radi Saidxon. O'zim o'ltirdim Amir Kabir. Uni qon qazaqlik qilib shaxsiy o'chmanlik bilan oldirib o'ltirmaslik kerak edi Ali bey. Biz shariat hukm bo'yicha uni jazo berib emasmi? Gunoh o'zimda, jazoga loyiqman. Siz 500 navkarni boshlab biz tarafga o'tib, Sulton Mirzo Abubakirning kuchini ojizlashtirgan, Yangi Sarqashqar qalalarini elishda inillaringiz bilan ajoyib bahodirlik ko'rsatgan edingiz. Shuning uchun sizga ishonib Mirzo Abubakirni tirik elib kelishga avatgan edim. Ishonchimni yerda qo'ydingiz. Uni nomardlarcha o'ltiribsiz. Bu sizga loyiq emas edi. O Qashqar, Yorkan diyorlarini 40 yildan ko'proq so'rgan podshoh emasmi? Bizni uningizga hisob elishdimi mahrum qildingiz. Bilvatman Amir Kabir, men jazoga loyiq. Saidxon Ali begga nazar selib turgan Mirzo Haydarga qaradi. Ali beg bahodir sardor, lekin u Amir Kabirning farmoniga xilof ish qildi. Ali begdek mushundoq oliy sardorlarimizning bilib turib farmonga muxolif ish qilishni kechirsak, keyin boshqa sardor navkarlarni qandoq boshqaramiz? Saidxon Mirzo Haydarga boshlanish deb qo'yib dedi. Inillaringiz bilan qo'shilishib eling Ali bey, sizni afo qila olmayman. Mirzo Babakirni tirik elib kelgan bo'lsangiz, xalq o'z zolimning jazolanganligini o'z ko'z bilan ko'rgan bo'lsa, dardi chiqmasmidi? Bizning adolatimiz texmi namoyon bo'lmasmidi? Amir Kabir, akimizning gunohidan o'sdilar. U oniylik umr bo'yi sodiq. Osmonbek iltijo qilib inillar bilan kelib tizlandi. Inillarim, endi sizlarga Amir Kabir o'z aka bo'ladi. Uning farmoni xiloflik qilmanglar. Men maqsadimga yetdim. Ali bey inillarini bir-birlab quchoqlab o'rindan turg'izdi. Ali bey qatlam qilinsin. Saidxonning buyruq bilan tang bir necha yasovul kelib, Ali beyni yolab erib ketdi. Mirzaydar og'a, Ali beyning taqdiri bundoq bo'ladi deb kim o'ylagan? Bizning o'rnatmoqchi bo'lgan adolatimiz kesilgan boshlar ustida barpo bo'ldigan o'xshaydi. Saidxon gapining oxirini tugatolmay, maydisini tutquncha o'ltirib qoldi. Jondan kechmagicha jononga yetkilib bo'lmas degandek, o'zimizga qattiq talabchan bo'lmasak, el ichida adolat o'rnatmoqimiz qiyin gap bo'lib qoladi shahzoda. Dedi uning ko'nglini tushungan Mirzo Haydar tasalli berib. Biz akimiz bilan vidolashib olaylik. Degenicha Ali begning kenji enisi To'mirbay uning orqasidan yig'lamsirab yugurdi. Qolgan 3 enisimi yugurib ketishdi. Saidxon Mirzo Haydarga qaradi. Ali beg shir yurak azmat edi. Yotgan yeri jannatda bo'lsin.
Biz onun namızga baraylı. Siz hazırla Mirza Abu Bakirning jasadini tuqqanlarga topshirib bering, ağa. Mirza Haydar ma'qullik bildirib, yasovullarga Mirza Abu Bakirning jasadi silingan harvini haydatib yurib ketdi. Saidxon mulozimlarga ijozat berib, bargoh oldida yolg'iz qoldi. U ko'z yetim yerda yangidan yaproq chiqarib yeshil tus olgan chimara daraxtga qarab, cho'nqur o'yga cho'mgan holda Bobur Mirzaning munu she'rini o'qidi. Charxining men ko'rmagan javru jafosi qoldimi? Xasti ko'nglim chekmagan dardu balasi qoldimi? Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchilari Hoji Mirzahid Kerimi, Saud Davudlarning Millatlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Saidxon nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik.